Ob-havoni qarang, qadrdon. Ob-havoni qarang. Tandirda taom yeyiladigan pagoda bo'lyapti. Assalomu alaykum. Qadrdon, salomatmisiz? Shu kommentariyada yozilgan izohlarga qarab, tandirda ko'proq taom tayyorlaydiganlar uchun inshaalloh tandirda kotlet qilamiz. Noan'anaviy, zo'r qilib, ideal qilib. Qani boshladik. Tanishtiraylik-da. 2 kilo tovuq filesi kerak bo'ladi. Mol yog'i, 1 dona pomidor, sir, eriydigan sir, piyoz va indeyka, ya'ni o'sha kopchonniy indeykalar bor. Shuni qo'shamiz, aromatizator va zo'r bo'ladi. Qadrdon qarang. Bularning grammlarini opsionada cho'tki qilib yozib qoldiraman. Qani katta. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorib bersin. Mesurfga tayyorlab olamiz. Mesurfga bob qilib, cho'g'li qilib, ozgina sutlar bilan qilamiz. Qurigan non bo'lsa, sutga yutsak, o'zi ham nejni bo'ladi. Mol yog'ini o'rniga qo'y charv yog' qo'shsangiz ham bo'ladi. Lekin mol yog'i bilan tovuq kotletlari yaxshi chiqishadi, bilib oling. Ozgina qurigan non kerak bo'ladi. Qancha suxari ham bo'laveradi. Shakarsiz bo'lsa bo'ldi, zo'r chiqadi kotletimiz. Mana bitta stakanda sut kerak bo'ladi. Bismillah. 7-8 dona chesnok donalari. Sutni yaxshilab o'ziga tortib olsin. Bu hangi tezda sut tortib oldi o'ziga, ko'ryapsizmi? Bir dona piyoz, где-то 200 gram, 250 gramlik piyoz. Tabiiy protein. Tabga ko'ra где-то 15 gramdan o'sha kurinli fileni kilosiga moslab solaverasizlar. Где-то 30 gramcha tuz solaverasizlar. Deyarli tayyor. Bularni nachinka qilamiz. Hozir buni mesurovkadan chiqarib tayyorlab olaylik. Ketdik. Qiymani qarang, beton qiyma. Mana yaxshilab jigarni sug'urib olishingiz kerak edi. Xamirni ham, qiymani ham, hammasini. Aytgan mo'ljalingizdaqa chiqadi, keyin ko'ngil deydi. Kun kechkiryapti. Kechki kungacha inshaalloh chog'i chiqarib olamiz. Mana bismillah. Где-то 120 gramdan, 120 gramdan uzib olamiz. Qo'lam tarozi, qadrdon qarang. Bir xil. G'ish qolibga o'xshaydi. Tayyor. Mayda qilib nachinga qo'ysak, kotletni ichiga qo'shamiz shuni. Hammasi mayda qo'lasiz nachinka uchun, tushundingizmi? Kotletni ichiga qo'yib chiqamiz qo'llangancha. Mani havoyim bo'lyapti, juda yoqtiraman bundan xopago'dalar. Botirali ke do'stim. Bu dehqonning Botiralining kichkinasi, Leonardo. Qadrdon. Yomonidan bugut olib keldi. Kelishga ketdim. Qo'shganchi yo'q? Bo'ldi. Yegan chaqiradi. Kelaman. Nachinkani qarang. Tayyor. Kommentariyalarda izohlar ko'ryapmiz. Bu doskalar har bitta ishlagandan keyin chiroyli qilib yuviladi, qadrdon. Bexijolat. Nachinga tayyor. Bagdan tez yo'q, o'lasan aytib qo'y. Agar kotlet tandirda o'xshamasa, sani aybing bo'ladi. Chunki o't yoqishga bog'liq-da. Bu bularga bog'liq emas. O'tga yoqishga bog'liq. O'xshamasa, obunachilarga san javob berasan.
Kotletni. Yaxshi insonsiz. Qarang, kotletni ko'rsataylik asoslan. Oddiy kotletni, qo'l, suv. Qarang, nega turib. Mont tuygan singari shuni ezib qo'yapmiz mana. Bo'ldi. Yopildi. Ha, ting yopildi. Bitta o'raymiz. Ha. Kotlet time. Kotlet tandir. To'g'ri gapiryapmanmi o'tiradi? Chuvalashga yetib qoldi-yu. Bagdan, tezlashtir. Qorong'i tushyapti o'rta, tezroq yoqmasak, yalmay qolamiz. Ilashtir. Alaudin. Suv, kuf deding. Kuf, suv. Dam solib beraman hozir. Ko'pat endi. Bilaman chiqamni yo'q. Eliga chiqmaganman. Sen çıkıyorsun şu an. Onu yok. Üç kere yapıyorsun öyle. Yo'q, yo'q. Kotlet jiyadi tayyor. Tandirimiz qizsa bo'ldi. Rosa so'qatyapti uni boltalar rahmat. Bilmangiz olasiz. Havo sovuq. Nechta chiqdi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ta. To'yamizmi? Men to'yaman misol. Tandir qiz tayyor bo'ldi. Cho'g'ini pasatib olamiz, g'ish qo'yamiz yengil. Tak. O'rtasiga g'ish qo'yib qo'ysak, kotlet tayib kuyib ketmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorib qo'ygan. 15 daqiqa. Tovuq kotleti tez pishadi. Mesrovkadan yana 2 marta chiqarganmiz, yana ham tez pishadi. Tushundingizmi? Hozir yopamiz, hoppa. Zavodskiy qopqoq. 15 daqiqa kutamiz. Qadrdon, 15 daqiqadan. Tayyor. Ovozini qarang, ovozini. Vijir qo'rilyapti. Tayyor. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh yuzimizni yorib qo'ygan. Bismillahirrohmanirrohim. Kotlet qarang qadrdon. Ishganni qarang buni. 2 kilo go'shtdan shuncha tushdi. Tushunyapsizmi? Qadrdon, tabingizga ko'ra ozgina achchiq paprika sachdim ustidan. Ko'rdingizmi? U bu joyi videoga syomkaga tushmay qolibdi. Nijniy, приятный achchiq. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Hasan, Husan, Kusan. Sol tabaqa. Qani bismillahirrohmanirrohim. Degustator Leonardo da Vinci. Qani olaylarchi? Bismillah. Bagdan. Yoqmasa, hammasini tashlab olamiz. Souslarni olmaysizlarmi? Bitta burgerli sous bor, do'stim. Nima bilan burgersa? Ha, burgerli sous. Barbekü. Barbekü, men o'zim barbekü. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi? Boshqa nima yo'q? Ne yeyishni? Unachın gazini qarang. Selni qarang bunday. Qadrdon,
albatta tayyorlab ko'rmasingiz bo'lmaydi. Bunday shirin kotletni proposit qilib bo'lmaydi. Keyin kotletni ko'rishguncha yaxshi insonsiz. Yiqilganlar oyoqqa tursin. Yaratgan egam hammamiz omadimiz bersin. Banisada yotgan bemorlar shifo bersin. Uylanmaganlar uylansin, turmushga chiqmaganlar turmushsin. Farzandsizlarga yaratgan egam farzand ne'matini bersin. Yaxshi inson, salomat bo'ling. Kommentda izohingizni qoldirib, like tugmachasini bosib qo'ying. Paka. Bos.